Okay, next one is coffee. Alright, coffee. Hoş, and then what is the coffee? Coffee deganimiz shu qahva degan gap. Endi mesela half pound of coffee. Yarım qadaq qahva. Endi ma qahva deganimiz ma so'z bolalar. Va biz ichadigan ma qahvani ko'rsib bilan qolmasdan balki qahva nemiz bor. Mesela danchalat ko'ramiz, ma istakandan atrofidagi shuni mujmi coffee deymiz. Shuni izish orqali qanday qilib o'rsanlar biz ichadigan qahva kelib chiqadi. Demak, endi half pound of coffee. Yarım qadaq qahva. Yarım qadaq qahva. Shunami? A pound of coffee bo'lsa, bir qadaq qahva. A cup of coffee, bir stakan qahva. I like to have black coffee. Men shu qora qahvaga boraman. Xuddi qora choy degandek hamda mau black coffee deganimiz bola hech qanday narsa emas, hech qanday sut qo'shilmagan qahvani black coffee deymiz. Agar sut ketib qolsa, buni white coffee deymiz. White deganimiz oq rangli qo'y hamda. So, have some coffee, please, deydi. Misozroq. Qahva iching, marhamat, deydi. Okay, next one, tea. Xo'sh, tea bilasizlar, choy degan gap. Bu rasm qarasanglar, first one, a cup of tea, right? And next one is Turkish tea. And shu Turkiyaninki, chayin deymiz, Turkish tea, Turkcha choy. Mana qarasanglar, mushuni qarasanglar, naq Turkcha choy bo'ladi. Okay, cup of tea, bir stakan choy degan gap. And then you can make the tea, choy damlamak degan gap. So, can you make the tea, Sam? Shunami, can you make? Can you make deganimiz choy damlay olamsiz degan gap. Can you make the tea? So, can you make the coffee bo'lsa? Qahva damlay olamsiz. Can you make the coffee? So, do you want tea or coffee? Sizga qahva lazımmi yoki choymi? Do you want tea or coffee? Okay. So, I would like a cup of black tea, please. And I would like manda xohlayman, ko'nglim shuni tortadi. Yoki manda qiyg'im bor, I would like a cup of black tea. Demakchi, men bir stakan qora choy bersangiz yoki qora choy bo'lsa kerak. Xo'sh, next one is tobacco. Okay, tobacco. Okay, and the tobacco deganimiz nima desanglar? Muhurka, tamaka. And the mao ustirki nima deymiz? Cigarette deymiz, shunami? Cigarette, tamaka. And tobacco deganimiz muhurka degan gap. Masalan, tin of tobacco, bir quti muhurka. Alaqay vaqalat sadr bo'ladi. Shun tobacco deymiz. Masalan, people plant tobacco many places around the world. Masalan, ma o'simlik qo'yanda dunyoda atrofida, dunyo miqdorida nurg'un davlatlar o'sha tamaki teriydi. So, warn other about the dangers of tobacco. Xo'sh, hamda ma'jumna sal qiyroq o'rgangishdagi masala warns other, boshqalarni ogohlantirib qo'ying. O'sha tamakining ziyni to'g'risida. Tamakining ziyni to'g'risida. Okay? Amsa tekstga mukkab sadoshlar. Amsa shu tekstga bir qaranglar. Amsa hozir bir anglash hujjati bir kartun film qo'yildi. Mush kartun filmini diqqat qilib ko'rib o'rsanlar. Lesson 41. Penny's bag. Listen to the tape, then answer this question. Who is the tin of tobacco for? Is that bag heavy, Penny? Not very. Here, put it on this chair. What's in it? A piece of cheese, a loaf of bread, a bar of soap, a bar of chocolate, a bottle of milk, a pound of sugar, half a pound of coffee, a quarter of a pound of tea, and a tin of tobacco. Is that tin of tobacco for me? Well, it's certainly not for me. Xo'sh, amsa tekst keraklar bolalar. Is that bag heavy, Penny? Deydi. Is that bag heavy, Penny?
Okay, ау сумка игимо penny deydi. Is that bag heavy? Heavy degan ig'i degan gap shunami? Not very here deydi. Not very. Voy ancha emas. Demak anchalar emas qo. Demak ancha ig'i emas. Demakchi bag yengil emas hamda bag ig'i emas. Not very. Demakchi not very heavy demakchi. Here, voy bu yerga put it on this chair. Okay, uni hamda bu ustalning ustiga qo'yamiz. Put it on this chair. Put it on this chair. So what's in it? Okay, and what is in it? And the nima bor uning ichida. What is in it? Okay, what is in it? Is that piece of cheese, a loaf of bread, bar of soap, and bar of chocolate. And the bizniki bu tekstni naq haqiqiy o'ginni ayirimiz naq mushasi arkadaşlar. Bular bu ingliz tilidagi shu miqdor so'zlar. Miqdor so'zlar deganda masalan bir nafar o'quvchi shunami? Bir tuya qo'y, bir choydan sinib degandek, chaqchaq qo'y. Demak, ham shu miqdor so'zni aytdi. Yaxshi pishib qo'yishimiz kerak. Demak, ham shu piece bir parchalar, nima piece degan keldi. Masalan, piece of cake bir parcha tort degan gap. Shunami? And piece of cheese bo'lsa bir parcha nima bo'ldi mishada? Pishloqqa. Demak, har xil narsaning har xil shakldagi, har xil hajmdagi narsaninki miqdor so'z o'xshamaydi. Endi masalan, bolka o'xshash, bolka shakllik narsaninki nima dersan? Loaf. A loaf of bread. Bir parcha non yoki bolka. Demak, bir burda bolka deymiz-ku endi. Uyg'urchada burda, masalan, bir burda non deb qo'yamiz degandek. Shuni loaf of deymiz. Endi bu bar of masalan, so'pinga o'xshash, masalan, bir taxta olati bo'lsa, masalan, bar of soap, yoki nima, bar of chocolate. Bar of chocolate. Undan ikkinchi desangiz, aralashtirib masalan, barrel of milk. Endi bottle deganimiz potolka. Barrel of ma'lum narsaning bir potolkasi. Demak, shu bir potolka degan gap. Hamshaga of keladi. Masalan, barrel of milk. Undan ikkinchi pound of sugar. Endi bir qadoq dedik, taxminiy bir jing 454 gram. Ya'ni half pound of coffee. Demak, endi yerim deganda endi qanday qilamiz oldiga qo'yamiz. Half pound of yerim qadoq qahva. Half pound of coffee. And a quarter of pound of tea. Endi makina qaraylar, a pound of tea deganimiz bir qadoq choy. And a quarter of deganimiz ma'lum narsaning chorak. Bu chorak degan yerimi taxminiy quarter degan 4 dan 1. Masalan, quarter futbol musobaqasida 4 dan 1 tallarga musobaqa bor shunami? Demak, chorak halqovchma, ya'ni quarter final deganda. Demak, quarter deganimiz 4 dan 1. Demak, yerimi. Choraklag'man deymiz-ku. Choraklag'man degan shu quarter. Demakchi, a quarter ma'lum narsa 4 dan 1. A quarter pound of tea. Demakchi, chorak qadoq choy. Quarter pound of tea and a tin of tobacco. A tin deganimiz kichik to'mi qutida bor, chiroyli. Masalan, galag'irib qolgan do'rning qutilari, bu kichik arqo. To'mi qutilarni deymiz, tin deymiz. A tin of tobacco. Bir quta tamaga. So, is that tin of tobacco for me? Well, bir quta tamak men uchunmi desa? Well, it's certainly not for me. Well deganimiz ham ingliz tilida bir o'yinib bormanda desa, bunda o'yinib azroq vaqtni nima desam, bir hech qanday ma'noni bildirmaydi shu egizlik so'zi. Well, xo'sh deganda gap, well, it's certainly not for me. Well, albatta mas certainly deganimiz albatta degan gap. It's certainly not for me. Well, albatta men uchun emas. Xo'sh, endi bizning language focus nuqtamizni qarasak, masalan, loaf of, bar of, tin of, pound of, shunaqa, masalan, loaf of, bar of, barrel of, pound of, bir tal u kam qilib qopdi, ashuni bir to'liqli versangiz bolalar, kechirgaysizlar xatoligimizdan. Pound of, bir u kam qilib qopdi. A pound of, ya'ni half a pound of, yerim qadoq. A quarter of, ya'ni tin of, and a piece of degandek.
Demek endi şu muhim miqdor so'zda ekan, shuni bo'z xotir qoldirib olib, nihoyat yaxshi mashq qilsanglar. Bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Kelarki soatimizda dars ko'rishlar. Xayr xo'sh.